Katta kvadratdagi 4 xonali kvartira qidirganmidingiz? Biz sizga xuddi mana shunday kvadratdagi katta kvartirani topib arzon qilib bermoqdamiz. Prixoshkamizdan obzorimizni boshladik. Marhamat, kirib kelishimiz, eshigimizni ko'ramiz. Prixoja mebellar qilingan, sanuzlar alohida oxirida ko'rsatib o'tamiz. Keling, mehmonxonamizdan boshlaymiz. Chunki mehmon kelganda to'g'ri shu yerga olib kirasiz. Xohlaganingizcha mehmoningizni sig'dirsangiz bo'ladi. Ortiqcha joyi ham bor, xohlasangiz yumshoq mebel, stul, o'zingiz xohlaganingizcha dizayn qilib, sharoit qilib olsangiz bo'ladi. Chiqqanimizda mana shu yerda prixoj stroyniy shkaflar qo'yilgan, bemalol narsalaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerda esa oshxonamiz bo'lyapti, ko'rishingiz mumkin. Xonalarimiz radiator isitish tizimida isiydi. Bu yerda stul qo'yib ovqatlansangiz ham bo'ladi, sharoit bor, joy yetarli darajada. Ba'zi joylar qisman teplый pol isitish tizimi ham isiydi. Bu yerda esa bizda yana bir xonamiz bo'lyapti. Yotoqxona qilib bersangiz bo'ladi yoki bolalar uchun yotoqxona qilsangiz bo'ladi, o'zingiz uchun. Xullas, o'zingizning sharoitingizga qarab taxlab olaverasiz. Mana bu yerda ham yana bitta xonamiz, marhamat, bu ham xuddi shunday. O'g'il-qizlarga alohida xonalar qilish uchun juda ham yaxshi sharoit yaratilgan. Mana bu yerda oxirgi xonamiz, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham issiqlik radiatorlar isitib beradi. Kvartiramiz Samarqand shahrida, Islohot ko'chasida Gamma Met servisining shundoqqina ro'parasidagi 8 qavatlik domning 5-qavatda joylashgan. Marhamat, alohida sanuzlarimiz. Kvartiramizning narxi $119,000 deb baholanmoqda. Albatta kelishtirib beriladi.